Kitob o'qib readingni 9 qilsa bo'ladimi? iOS 9 ga harakat 53-kun. Bugun sizlarga reading ballingizni ko'tarish uchun eng zo'r kitoblarni tavsiya qilmoqchiman. Videoni ko'rishdan oldin saqlab qo'ying va sahifamga obuna bo'ling. Birinchi o'qigan kitoblarimdan bu Atomic Habits. Bu kitobni intermediate leveldan boshlab tavsiya qilaman. Bu nafaqat reading ballingizni ko'taradi, balkim yaxshi odatlar shakllantirishda ham yordam beradi. Pulga qiziqadiganlar uchun Psychology of Money. Bu kitobni ham kamida intermediate leveldagi o'quvchilarga tavsiya qilaman. Keyingi kitobimiz The Book Thief. O'zim yaqinda o'qib tugatgan kitob. Bu kitob tushuna olish uchun kamida strong intermediate levelda bo'lishingiz kerak. First aytaman, maza qilib o'qigan kitoblarimdan biri bo'ldi. Keyingi kitob The Let Them Theory. Bu kitob psixologiya haqida va bemalol pre-intermediate darajadan boshlab o'qisanglar bo'ladi. Keyingi tavsiya qiladigan kitoblarim Surrounded by Idiots va Surrounded by Setbacks. Bu ikkala kitob ham endi o'qimoqchi bo'lgan kitoblarimdan va intermediate leveldagi o'quvchilarga bemalol mos tushadi. Keyingi kitoblarni bitta-bitta ko'rsatib o'tirmayman, buni hamma bilsa kerak. Ya'ni o'sha sizlar bilgan Shatter Me'ni qismlari. Bu kitoblarni bemalol pre-intermediate, intermediate levellardan boshlab o'qisanglar bo'ladi. Aytib o'tilgan barcha kitoblarni Lovely Bookshopdan hamyonbop narxlarda sotib olsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab pochta orqali yetkazib beriladi. Keyingi videoning mavzusini o'zingizlar kommentariyada yozib ketinglar. Faqat readingga aloqador bo'lsin.